Assalomu alaykum Rizo Drabinkalarning obunachilari. Xudo xolasa, mana drabinkalarimizni ishlash jarayonlarini yana bitta qisqacha sizlarga bugun video qilib chiqarib beramiz deb hamma mana drabinkalarimizni tayyorlab oldik. Xudo xolasa, drabinkalarimizni sizlar zeriktirmaslik uchun bitta birinchi ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib bersak, keyin xudo xolasa qolgan nimalarni gaplashaveramiz. Birinchi bu ishlarini ham tushuntirib beraveraylik-da, olib kelingda. İçlari gayga o'tli emas, mana. Ochilishiga mana 1 minutdan vaqt ketmaydi. 1 minutdan vaqt ketmaydi. Setkasi mana bu yerdan alishadi. Setkasi. Mana bu yerdan alishadi mana. Setkasi. Hozir mana setkasini olib kelaylik-da. Setkalari mana. Komplektida mana 3 xil setkasi bo'ladi. Mana bu hashayga bo'ladi. Qo'y, echki, mol hammasiga chiqarib bersa bo'laveradi. Bunda mana makkani bemalol un holatiga chiqarib beraveradi. Makka bug'doyni ham shunda chiqarishaveradi. Yorma holatda bo'lsa makkani sotasi bilan ham makkani o'zini ham yorma holatda bunda chiqarishsa bo'laveradi. Mana setkalarni qo'yaylik. Mana bu yerdan setkasini alishtirish shunaqaligi muammo emas. Setkasini qo'yib turib, mana bu yerdan rezinkalari ham hali yupqa rezinkadan ba'zi mana stenkalarini ham ko'rsatib qo'yingmi? Qalinligini. Qalinligi mana qalin. Buni o'tkazib olib turaman, bemalol. Bu yerdan yana yopsa bo'laveradi. To'yib ko'rsatishini ham ko'rsatib berasiz. Mana to'yibda mana bu yerda voltmetr qo'yganmiz. To'yibni bu yerda ham ko'rsatib turadi. Yoqqandan keyin motorni o'zida ham ko'rsatib turadi. Ikki xil motor ishlatamiz. Mana bu yerda mana titan motordan mana 4 kilovat 3000 оборот. Titan motori bo'ladi. Mana bu ham sertifikatlangan alyuminiylar ichida eng yaxshi motor. 170 dan 250 bo'lgan to'ygacha o'zimiz alyumin motor tavsiya qilamiz. Endi mana bu yerda mis motorimiz bormi? Bu motorimiz Ariol motor bo'ladi mana. Sertifikatlangan, bu ham 100% medniydi, mana yozuvlarigacha bor. Bu motorlarimiz yangi, ochib korobkadan keladi, korobkadan ochib qo'yamiz. Yangi bo'ladi. Hammasini motori yangi bo'ladi. Bularimiz hozir bitta ishlashini endi ko'rsataylik. Videoni uzmaymiz. Xudo xolasa videoni uzmasdan videoni qisqacha bir video qilib, arzonlarini qilib, xudo xolasa yoqsa, bir mehnatimiz yoqsa like bosib, kanalimizga bitta obuna bo'lib qo'yishlari esdan chiqmasin. Hozir yurgizaylik. Beda. Beda qara. Şartlar çıkar. Chiqarishni ko'rdilarmi? Mana. Somon, beda, yer yong'oq piris bor ichida mana. Yer yong'oq piris hammasidan bor. Shabadasi ham o'tda to'xtayotganda ham ko'radi. Chiqarishni ko'rsatdi. Obunachilar chiqarishga baho beradi. Endi bunimizda sotali makka kemada tayyorlab olganmiz. Makkani o'zi yorma holatda chiqarib beramiz. Bunimizda aralashma chiqarib beramiz. Bismillah, yurgizaveramiz. Mana bu yerda zaslonchasi bor mana. Buni osib qo'yiladi. Osib qo'yib
Sizga e'tibor berasizlar. Sizga. O'tirib. Chiqarib bo'lgandan keyin ichidani 1 minut sabr qilib tursa ichidani o'zini o'zi tozalab oladi. Endi mana hozir o'z qangan va qangizni kelavering. Buni hech qanday tegirmonga olib borishda, men hozir qomatda tegirmonga. Sorodir akalamizga juda yaxshi bo'ldi. Ko'rsating. Makka bilan bug'doy bilan aralashmasini ko'rsating. Qanaqa holatga olib beryapman. O'zida ko'rsatib, o'zlari bitta baho berishdi. Mana bu yerlarda mana yana ham bir maydasi bor. Juda chiroyli, tepasiga sep bersa juda chiroyli bo'ladi bu. Endi mana buni makkani deb turingmi? Mana makkani sutali makka ham, oddiy makka ham bor. O'zi chiqarishganini o'zlari olib turgan bo'lsa, ko'rishgan bo'lsa, Xudo xolasa o'zlari bitta baho berishadi. Xudo xolasa bexijolat ishlarimiz mana drabilkamiz bilan ko'rlang. G'o'zapaya bilan makka poyamiz nima bo'lib qoldi? Yo'q bo'lib qoldi. G'o'zapaya bilan makka poyalari ham bemalol chiqaraveradi. Bo'li quruq tanlamaydi, universal drabilka bo'ladi. Va endi buni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarimiz misli motorlisi bizda hali ko'rinishga qarab narxi o'zgarmaydi. Ichida motori bilan mahaviyiga qarab narxi o'zgaradi bizda. 4 burchakdan bo'ladimi, dumaloqdan bo'ladimi, o narigi pushka holatdagimizdan bo'ladimi? Qaysi biridan olsa ham narxi, misol alyumin motor, titan motorda 4 kilovat 3000 оборот bo'lsa, 3 million so'm bo'ladi. 3 million so'm bo'ladi. Xuddi o'shani misli qilib bering desa, misligimiz 3,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Alyuminligimiz ham 3 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab qayerga bo'lsa ham dastlabki qilib beramiz. Dastlabkasi ichida oldindan pul olinmaydi. Uylariga yetib borgandan keyin to'lov qilinadi bizga. Oldindan hech qanaqa to'lov olmaymiz. Endi hozir bitta narsani aytaylik. Mahaviyni olib kelinglar aka. Hamma aksiya qilyapti, biz ham bir aksiya qilaylik. Mana bu yerga Rizo drabilkalarida bunaqa nima ham yopishtirganmiz. Bu yerga skaner qilinsa mana, bu yerda o'zimiz kanallarimiz chiqib keladi. Bunga bitta obuna vaqt berishadi, xudo xolasa. Obuna bo'lib berishadi mana. 3 million so'mlik drabilkamiz, 3 million 3,5 million so'mlik drabilkamiz Mahaviga mana shunaqa zavodskiy Jiguli Mahavida bo'ladi. Mana pichoqlarini bitta ko'ring biz. Unaqa hali o'rtacha pichoq ishlatmaymiz. Bizda original o'tga suvga to'yintirilgan, o'zini o'zi kesgan sari kesadigan pichoq, mana shu pichoq bo'ladi, o'tkirlanadigan. Xudo xolasa bexijolat buni yo'lga qo'yib qo'yaylik. Kapli setkalarni ham tushuntirib berdik. Endi xudo xolasa o'zimizni kanaldan ko'rib, o'zlaringning kanallaringdan ko'rib telefon qilyapmiz deyishadigan bo'lsa, bizga birinchi telefon qilgan 10 ta odamga, 10 ta insonga mana shu drabilkamizni 3 million so'mlik drabilkamizni 2 million 800 ming so'mdan yetkazib beramiz. Uylarigacha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Chegirma qilib yetkazib beramiz. Aksiya qilib. Bu aksiyaning hisobida bo'ladi.
100 ming tushmadim, 50 ming so'm tushmadim. Bir yo'l 200 ming so'm tushib, uylarigacha dastavka qilib beramiz. Agar o'zimizdan shu yerdan kelib olib ketishadigan bo'lsa, o'zi 2 million 800 ming so'mdan beramiz. Xudo xolasa o'zimizdan kelib, o'zimiz borib olib kelamiz deyishadigan bo'lsa, bu yerga kelsa, yana ham kelishtirib beraveramiz. Qolagan drabilkamizdan tanlab olib ketishaveradi. Uni kelishtirib beramiz. Endi yaqinda mingtaga yetganimizda yangi bitta video chiqaramiz. O'shani kommentariyada eng ko'p like olgan kommentariyaga bitta drabilkamizni tekinga beramiz. Tekinga o'sha bitta drabilkamizni xohlang bundan, xohlang narigindan chorvador akalarimizga qaysi bizni obunachilarga qaysi biriga bo'lishidan qat'iy nazar o'sha bitta video chiqaramiz. O'sha videoni kommentariyasida aniqlaymiz. Obunani ayamasdan mehnatimizni qadrlab, xudo xolasa bizni kuzatib turgan akalarimiz bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zlarining iliq, chiroyli fikrlarini bildirib qo'yishadi. Qanday fikri bo'lsa, har qanday drabilkani yasab beraveramiz. Misol 2 millionlik drabilka deysa, pullariga yarasha 2 millionlik drabilka ham yasab beraveramiz. Garilka, atala qozon, yem mishalka hammasidan ketaveradi. Endi bularning narxlari qimmat degan akalarimizga mana bu yerda olib kelingda, o'zi video cho'zilib ketib qolyapti. Videoni uzmay turamiz. Olib turaylik. Buni ham ochilishiga hech qancha ketmaydi mana. Bunimiz 2 million 600 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab 2 million 600 ming so'mga dastavka qilib beramiz. To'rt burchakdan bo'lsa ham, dumalog'idan bo'lsa ham. Faqat buni nimasi listdan bo'ladi mana. Listdan bo'ladi. Mahaviyga listi ham hali yupqa list emas. 7 listdan bo'ladi. Hech qancha o'zgarmagan. Stengalari ham mana o'zgarmagan mana. Qalin. Stengalari ham qalin. Buni motorida farqi bo'ladi mana. Baq olib o'tingda. Mana 3 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Green Life degan motordan bo'ladi. Motori bunimizni narxi 2 million 600 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Bunimizda ham misol yaka bo'lib yo'q. Bunimizda ham mana yopilishi hech qancha vaqt ketmaydi. Endi bunimizni ham chiqarib beramiz. Nima penloskani olib tortsak, hozir 2 million 600 ming so'mligimizni ham chiqarib yurgizib beramiz. Bu ham universal bo'ladi. Hali nima bo'ldi, narx pasaydi degani bu hali chiqarishi yoki sifatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat motori bilan Mahaviyga jicha to'g'ri kelishi uchun ozgina sal pastroq nima bo'ladi. 3 kilovatli motor bo'ladi, bo'ldi. O cho'kib ketyapti bag'i, cho'kib. Cho'kib ketyapti, cho'kib. Nima bo'lyapti? Bag'i cho'kib ketyapti, cho'kib. O'shani hisobiga ovoz chiqyapti shekilli. Boshlatib ham chiqarsa bo'laveradi, yon boshlab. Bunimiz tamom. Mana metra o'rtasida turadi. Yer yomon, yer yomon. Ayga narsa qo'yib qo'ymabmiz. Shuncha cho'kib qoldi mana. Buni olib kelingda. Bu yerda mana yer yong'oq, somon, bedaladi, mana maydaladi shunda ham. So makka bug'doyda ham bunimiz maydalaveradi. Buni ham ichida o'sha komplektda setkasi bo'ladi. 3 xil, 4 xil setkasi bo'ladi. Endi bu drabilkamiz umuman o'zgacha. Bu vohada drabilni akalarimizga rostdan mos tushadigan drabilkamiz. O'sha
o'zimizni kanalga qo'yganmiz, obzorlari bo'lgan. O'sha og'zi kattaytirilgan. Oldingi drabitkalarimizni og'ziga qaraganda ancha kattaytirilgan. Og'zilari, mahaviylari ancha bunga ishlov berilgan. Drabitkamiz bo'ladi. Ikki holatda ham, yonbosh holatda ham, vohada akalarimiz talabiga binoan og'zini ancha katta qilganmiz buni. Hozir buni ham ishlashini bitta ko'rsatib beramiz hozir. Bu drabitkamiz o'zgacha drabitka bo'ladi. Bularni ham topib yonbosh holatda chiqariladi. Bedam. Bu yerda voltmetrlari bor mana. Voltmetrlari to'y nima motorni o'zida ham bor. Motorimiz nagruzkasiz ishlayapti. Mabodo ichiga tosh yo ichida narsa bo'ladigan bo'lsa, zavodga o'zi kulchatib qo'yganmiz, o'zi tashlaydi. Avtomat qo'yganmiz. Mabodo ichiga bir temir tushib ketadigan bo'lsa, avtomatik o'zi tashlaydi. O'zapa nimalarimiz yo'q bo'lib qoldi. Universal drabitka, qo'li quruq tanlamaydi. Hamma yo'lda chiqaraveradi. Endi mana buni setkali holatda chiqardik. Buni ko'ringlar. Chorvalar akalarimizni mana chorvasiga rosa mana mol yesa buni nisfu chiqarmaydi. Mol umuman nisfu chiqarmaydi. Makka, bug'doy, ichida yer yong'oq hammasidan bor. Buni mana mashq holatda bu yerga chiqarib berdik, aralashib ketib qoldi mana. Bundan sepib bersa ham o'zi bo'laveradi. Atala qilishga ja hojat yo'q. Buni nima qilib bitta drabitka olgandan keyin bu bitta drabitkamiz hamma vazifani bajaraveradi. Demak, hammasini vazifasini bitta drabitkamiz o'zi bajaraveradi. Biz vaqtdan yutish uchun tayyorlab oldik. Xudo xolasa bizni qo'llab turishsa, yana bundan-da chiroyli yangiliklar qilamiz. Xudo xolasa bundan ham ko'ra yangiliklar qilib, xalqimizni bir chorvador akalarimiz uchun yengillik qilishdan qachon charchamaymiz. Hammalariga omad. Videomiz yoqqan bo'lsa like bilan bitta obuna tugmasini bosib qo'ysa, rosa xursand bo'lardik. Xudo xolasa hamma chorvador akalarimizni ishlariga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.